Assalomu alaykum hammaga. Hozir biz 3 xonali xonadonimizga tashrif buyurganmiz. Shu xonadonimiz JK Parisenning orqasida joylashgan Golden House Tekstil bo'ladi. Detskiy xonamiz bo'ladi, ko'rishingiz mumkin. O'zini shunaqa mebel jihozlari bor. Va bu yoqdan chiqib kelar ekanmiz. Hozir kelgan joyimiz kirib kelishimiz va o'ng qo'limizda bizani sanuzulimiz bo'ladi. Bu yoqqa yurar ekanmiz. Bizani shunaqa ota-onalar yotoqxonasi. Ota-onalar yotoqxonasining ichida ham o'zini shunaqa kattagina bo'lgan sanuzuli bor, ko'rishingiz mumkin. Remontlarni juda chiroyli qilib qo'yishgan ekan. Mebel texnikalari hammasi bor. Bizning zalimizda bo'ladi. Shunaqa yumshoq mebellarigacha mana shu o'tirib o'zingizlarning ishinglarni yoki bolalaringizni dars qilish uchun stollar ham qo'yib qo'yishgan ekan. Bu yoqdan yurar ekanmiz, bizning oshxonamiz. Mebel jihozlari ham bor o'zini. Ko'rishingiz mumkin. Oshxonamizni ham chiroyli qilib qo'yishgan ekan. 67 kvadratdan iborat ushbu xonadonimiz 6-qavatda joylashgan. 125 ming AQSh dollarida start uy baholadi. Agar kimgadir ma'qul keladigan bo'lsa, bizga aloqaga chiqinglar. Bundan qiziqroq takliflar kerak bo'ladigan bo'lsa, bizning Telegram sahifamizga hamda Instagramimizga obuna bo'lib qolinglar.